Assalomu alaykum, Izzatullo Baraka o'z kanali obunachilari. Xudo xolasa mana yangilaridan keldi, zo'rlaridan keldi. Zotlilari. Mana birinchisiga ashi bo'g'ozimiz. Zotli gibrid bu. Xudo xolasa 8 oylik oyligi. Bo'yiga kelsak 1.45. 8-oyda hozir 6 kurak. Yoshiga 6 kurak. Mana dagilar orqalarini ko'rinish. Janavar. Bir oyga qolmaydi, xudo xolasa. Uzunligini qarang. Ko'ryapmiz odamlar 55 million, 60 million deb yuborishyapti. 50 million kami bor mana. Nomerlarni yozib qo'yganmiz, bexijolat aloqaga chiqarasizlar. 24 soat. Mana boshligi. Mana so'g'imlar. Orqadan ham ko'rinishi. Orqalari ham pachka. Navbatdagi bo'g'ozimiz mana. Toza shved ishqibozlariga ikkinchi qorin. 8 oylik bo'lib qolgan. 8 oylik. Mana undan bir 5-10 kun ag'bag'i bor. 6 kurak. Yalla boshlari ham mana. Mana taglari. Boshligi bu. Bo'yiga 1.40 plus. Orqadan ko'rinishlari molxon. Mol boqaman, bitta boqaman, zo'rni boqaman deganlarga mana ikkalasi. Ikkita variant mana. Bo'yi 1.40 plus. Oyiga 8 oylik. Yoshi 6 kurak. Puliga buni ham 50 million kami bor. Ikkovi ham bir-biridan go'zal. Kanalimiz yanada rivojlanishi uchun like, podpiska qo'yamiz. Nomerlar yozib qoldirilgan, xotirjam aloqaga chiqaramiz. Manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Kalva qishlog'i. Vodiy bo'ylab dastlabki ichida, vodiydan tashqariga kelishilgan holatda. Kelaverasizlar.